Assalomu alaykum, savdo bo'lsin, yaxshimisiz aka? Jaldirirsizmi? Sog'liq yaxshimi? Ana shu zo'r mol. Qancha so'rayaptir buni? 27 ga uydi, 1 million qo'yib sotib berdim. Ha, 28 ga berdim. Ha, sotildimi bu? Sotib oldim juda. Narsan mol. Nechanchi bolasi ekan bu? Ikkinchisi. Ikkinchi bolasi. Bolasi? Qachar. Bolasi qachar. Shunda qanchaga ketdi bu? 28 bo'ldi. 28 bo'pti. Bo'yindan qarang yurtdoshlarga. Zo'r narsa ekan. Nasib etsin. Ben Şanlı'nın malı deydi yani. O'zi canavar bu, nesi bor o'xshaydi bu, ha? Bu gibrid o'xshaydi, ha? Pochka orqalari. Ko'rib turganlaringizda. Nasib etsin. Hayını ko'rsin. Zo'r ekan. 25. Assalomu alaykum, brat. Yaxshimisiz? Sog'lik bo'laversin. O'gitcha kangi bolasi. 25. 20 aytdingizmi? 20 so'rabdi buni. Bozorga kiryotir. 15 oldu yani. Nasip etsin aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Jaldirirsizmi? 5. Qacharmi bu? O'gitcha. O'gitcha kan. Kindigimi deyman? O'gitcha 15 oldu yani yurtdoshlar. Nasip etsin. 5 milyondan ana. Semiz qo'chqorlar. Qaytarib beraman. Bag'ishga bo'lsa, shuncha bo'ladi sem. Zo'r yosh kishilar bilan. Ishorat kerak. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli Gulnar aka obunachilari, barchamiz tamommisizlar. Chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Xudo xolasa Xorazm viloyati Gurlan tumani Mol bozorindamiz. Bugungi videomiz xudo xolasa qo'ylar narxlarini bir qator yoritib o'tamiz xudo xolasa. Ko'rib boraverasizlar akalar. 5-aprel haftaning bozor kuni yurtdoshlar. Bo'lmasa videolarimizni boshladik. Bir qator narx-navolarni yoritamiz. Biroq bu necha so'mga deyin bular? 2,5 milliondan 4 milliongacha. 2,5dan 4 ga deyin bular. Bular ber qo'yma va ichkaridagilar, ber qo'y ekan. Qisqa qo'ylar deydi akamiz. Yunglarni olib qo'ygan ekansizlar, ha, chiroyli edi. Bir qator junlarni olingan ekan, tozalar. Mana. Et ko'rinib turar ekan-da. Et ko'rinib. Semiz ekan qo'ylar ekanimizni. Dastlab xizmatlar nelar? Bormang birat, nomer xizmati so'yib pech xizmati ichida. Nomerlaringizni aytasizmi shunda? 97 Aha. 121 84 85. Ana, gullarning qo'ylari axir. Ana yurtdoshlar, nomerlarni qoldirdi akalarimiz. Jullarni olamiz. Ha, o'zundan 40 ko'rasiz. Ana. Mashinkada. Mashinkada jullarni 40 deydi, ana shunday deb chiroyli edi. Qo'ylaringiz bo'lsa, telefon etaverasizlar ana. Xizmatlari bor ekan akalarimiz. Ana doston qasab so'radim. 3700 so'radingmi? 400 deymi? Semizligin esana gapi o'xshaydi, ha? Bu bag'laton narsa. Ha, bag'laton narsa. Firmaga yuboramiz. Eko'm ham qo'ymakan bular? Eko'm ham qo'y. O'zingiz qancha aytdingiz aka? 4 million 400? Ha, bag'laton yana aytyapsiz. Bu yoq so'rayapti. 37 ga so'rayapti. Bering aka to'g'rilashsa. Shavatdan keldingizmi deyman, ha? Gurlanrek ava. Shavatdan kelibdi akamiz ana. Bering, dastan qasab, yaxshi so'rayapti. 37 ga. Bu bir yerda so'rab turibdi aka. Aynen. Aynen. Benim hem bahane yok, burası hem olmadı kanka, benim. İyi bir şey ama saz disko. Sağ olun için pul verdim Aa. Teşekkürler. Bu da ana bala emasmi, iğne bala? İğne bala mı ya? Dinli mi axir? Dinni ham so'rab ko'rmadingmi? Dinni so'rab ko'rdim. Ya. 16 ga so'radim. Ha. Ham so'radi bu yerda. Ha.
chaqin. So'rab. Oy. Bağıb turgan dedi ekamiz. Şavatdan kelibdi. Yosh qo'zlardan baholarni yorib ko'raveramiz. Assalomu alaykum, brat. Yaxshimisiz? Necha aytib o'tirsiz? Shart emasmi? Ha, yaxshi. Anlaşıldı. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'mi uydalarlar? Kaldirsizmi? Qo'shqallar kimlar ekan? Siz kimsiz qo'shqallar? 4'ten bula qaytib beremiz. 4tami? Bular ham? 14 milyon qaytib beremiz. 14. Qaytilatan yeri bor deydi akamiz. 4dan ekan. Ağa. Yakınma. Assalomu alaykum. Keling ha, brat, kelishing axir. So'rab turibman men. 4dan kelishdan yeri bor qo'shqallarimizga. Keling. Yaqa kelma, menda bir qo'ng'ashib 3dan bo'la. 3dan. Ikkovi ham qo'chqarmi? Ha, beri qo'yma. Beri qo'y ekan, beri qori. Biz 3dan aytib so'rayotgan bozor. Men so'ramadim ha. Voy. Mallarimiz kelyapti. Bu o'gizlar ko'p o'xshaydi ha. Yaxshi kelib turibdi. 3dan aytib deyli so'ralmabdi. So'rab turibdi. Ona da kulüp oynar, vurma aka. 3700 so'rab turibdi bu. Dastan passa. Yaxshi savdolashaversin. Bu yerga necha so'm ekan? Siz kimasizmi? Assalomu alaykum. Necha so'm deb turgan ekan? Siz kimasizmi? Odam jumla olingan ekan jumlalar zo'r qoldi. Egasi yo'q o'xshaydi. Qo'chqarmisan, qo'chqar ekanmi jonivar, ha? Qanday paroda ekan? Boshqachami? Miranus. Ha? Miranus. Miranus degan parodami bu? Shoxlari aylanib, dumbalari bo'lmaydi ekan, ha bular? Go'sht bo'ladi ekan, o'shanda. Go'sht bo'ladi. Go'sht uchun ekanda. Ya'ni yurtdoshlar. Ha. Moysiz yana quruq go'sht uchun ekanda. Va. Bular ham shunday sortlari bor ekanda unda. Va. Go'sht uchun, yog' uchun deganda. Ko'rib baho beraverasizlar. Miranus deysizmi? Go'sht uchun parodniy. Yekitishmi? Yekitish. Spokojniy bo'ladi, ha, bularning. Spokojniy bo'ladi deganda, biz yakana qaraganda bir quturib, bir netmaydi-da. Spokojniy turadi jonivar. Qancha deb turibsiz bahasi? Endi har xil aytib turibman shu 5 ga so'rab. Ha, 5 ga din chiqdimi bozor? 5 ga din so'rabdi ana. 5 million. Kuyrug'i bor orqasida, bo'lgan. Bunday 5 millionga din so'rab turibdi ekan buni bozor. Har xil deydi. O'zingiz qancha aytibsiz aka, o'zingiz? O'zingiz qancha aytdingiz? 6,5 mi? Jullar ham bir ne bo'ladi ekan? Aylanib, mintib, sallanib yotmaydi ekan. Bosasa yana joyina kelib turaverar ekan. Ya'ni tashla. Bunda izi bormi aka? Uyda izi bormi? Bor. Qiziquvchilarning nomer qoldirasizmi? Boshqargami? Qoldirdimi? Ayting nomeringizni. 94dan 94li 110 08 64. 0864. Nerede bu? Do'stumbiy. Do'sumbiyda turgan ekan yana. Ana shunda paroda ishqibozlari, xudo xolasa, akamizga telefonlashib, maslahatlashasizlar. Xohlasangizlar, izi bor deydi, sotib olishlaringiz ham mumkin ana. Go'sht uchun ekan bu asnoda. Yog'siz bo'ladi ekanda jonivor. Zo'r nasib etsin aka. Savdolarimiz bo'laversin, telefonlashaverasizlar. Aynak kim ekan? Yana bir qo'y ko'tarmabdi. To'g'ri. Tak, bir echkilar ham bor. Bitta arasida hozir. Bak egasi kim ekan? Oy jonivor ana. O qo'ranchini mana. Fors. Qaylaq. Qancha para
Bu tuttu şu. Erada. Egesi yo'q ekan. Egasidan bu baholarni bilib berek desa, bu yoqlarga bilib turamiz, xudo xolasa. Ana. Jullarni olib qo'ysiz-ku zo'r qilib. Ha. Semizlagan esi ko'rinib turadi ekanda, jonivorni. Top-toza bo'lib. Necha so'mdan ekan bu? 4,5 ming. 4,5 dan qisir qo'y ber, ha? Qisir qo'ylar ana. O'zlarimizning mesni qo'ylarmi? Mesni qo'ylar qisir. 4,5 dan. Qanchadan ketyapti bu sotib so'rayapti bozor? 3,5 ming. Ele satdingizmi? Ekon sat. Qanchadan ketdi bulardan? 3600 dan berdim. 3600 dan berdi sa. Shuni yeydi, ha? Ana yurtdoshlar, 3600 dan berdi ekan. Bergining. Bu ham shumi? Bu ham shu. Yunga olma. Bular ichkaridagilarning qo'zilari nelari? Ya, hammasi 3 milliondan. Saylagani. Saylagani 3 million. 3 milliondan. Undan kemi bormi, yo'qmi? Bor, qaytiladi. Ha, qaytaladi yana. Qanday xizmatlar bor ekan? Jun tarqash, Aparib berish. aparib berish, so'yish. 3 million mu? Assalomu alaykum, brat. Qaldingizmi? Rahmat. 3 million so'mni aytibdi akamiz. Saylaganingiz, saylaganingiz ushlaydi yana. Bugun yaxshi tushdi gullanimizga qo'ylar. Ya kulab yebe kulab kurun. Ana qo'ylarimiz. Nominalni aytavering, brat. 99li 082 90 99 ana. Gullar akamiz telefonlashaverasizlar. So'yib berish, dastak xizmati bor ekan. Xudo xolasa, saylaysiz bo'ldi. Bo'lmasa variant bilan ham boraveradi yuklar. Halaganingizda olaverasizlar. Bugun ko'p tushibdi ha? Qo'y. Necha so'mga deyim brat bu ichindagi? 2 million 300 dan 3 million 300 ga deyim bor ekan. Qaytiladi bu. Kelish beriladi deydi. Bularimizni bularning Qo'chqor bo'ladi 4 qo'chqorlar 4 dan kelishdan yeri bor. Uni o'g'ri qo'ydi. Ha, bergisimi? Ha, bergimi? Bular qo'chqor ekan. O'zi hozir ham tandor ekan janovar. Bo'ltirib qo'chqorlarimizdan. Qiz bo'g'ozlarning nelar yo'qmi ichida? Ya, bo'g'ozi. Ber qisirg'u. Bag'latov, so'ylatov. Satdingizmi yili? Omri sotdi. Nechaga ketdi? 2700 birovni berdim, birovni 3 ga berdim. 2700 biri 3 sotib qoldimi? Xizmatlar bormi? Dastavka so'yib berish, jun olish deganday. Jun olish. Ya, undan narsa yo'q. Shaxs sotib qoldimi? Davragini aylanib turaveramiz. Bugun ko'p tushibdi akalar. Soat ham 7 bo'layotir, quyosh ham chiqyotir endi xudo xolasa. Savdolar bo'laversa akamizning. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz akalar. Sog' salomat bo'ling. Xudo xolasa ona bola, katta o'g'iz, kichik o'g'iz hammasini bir qator syomka qilaveramiz. Savdosi bo'lsa akamizning.